بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وأما اختلافهم في حصول العلم بالرؤية Hazır ikinci mesele ötüp gitti. Aynı köydük köymüdük de ihtilaflaşıp kalsa. فَاِنَّ لَهُ تَرِقَيْنِ اَحَدُهُمَا الْحِسُّ وَالْآخَرُ الْخَبَرُ Bu kaçanda ay köreldi de bilinmezse bunun iki yolu var. Birincisi küreş. Yani his diyen şeyde küreşten ibaret. وَالْآخَرُ الْخَبَرُ Başkala köydük de haber kıyganda ondan bilinmez. فأما طريق الحس فإن العلماء أجمعوا على أن من أبصر هلال الصوم وحده أن عليه أن يصوم. بهذا إجماع bütün İslam ümmetindeki alimlerin icmaı. Ama mezhep. Yani küreş meselesi kelsek, alimler birdek ittifak geldi dedi. Nime gelse Ramazan'ın başlanıştaki eyni köygen çağda üz yalğız köysü mü? O da roz tutuş gerek. Bir adam aynı körepti, bunu roz tutuşu vacip buldu. Üçün mü? Hem de başkalığa nima qilish bu ya guvohlik qilish xabar orqali bo'ladi. Hammadan o'z ko'rgan bo'lsa hammadan tutish vojib. Lekin hammadan tan ko'rmaydi-da. Ya bir qismi ko'rdi ya 5%, 10% ya 5 odam ya 10 odam ko'rdi. Yani shu ko'rgan odamga nisbatan o'ziga vojib bo'ladi. Faman shahida minkum shahra falyasum. Bunda ixtilof yo'q. Endi qoldi bu. إلا عطاء بن أبي رباح فإنه قال لا يصوم إلا برؤية غيره معه. Bu Ata ibn Abi Rabah'ın bir ihtiyattan nima qilib, bu xato ko'rib qolganda yoki bir chataq chiqqanda ko'rishdi. Deb, ya boshqa birisi yoki bir nechadan ko'rgan bo'lsa, andin uning billahi ro'z tutdi. Ammo yolg'iz o'zi ko'rgan bo'lsa, sen ko'pchilikka erishib o'zingnikini xato deb o'ylab, bunda qilsa demoqchi. Bu qarashda Ishaq ibn Rahway, Ibn Sirin, Imom Ahmaddan bir rivoyat kelgan bu. Ata ibn Abi Rabah. Ata'nın qarashi. Lekin bu ko'pchilik asosan yerda ijmo dedi. Shunama ijmoda bu Ata ibn Abi Rabah, Ishaq ibn Sirin, rivoyan Ahmad su ijmona ketdi. Ijmo yo'q degan gap. Lekin ijmo yo'q desam bu hali jiq olimlarning qarashi ekan bu. Ijmo yaqin kelib qolgan holatda. Ijmo ibn Munzir ba'zi. Shuningdek, balki bu ijmo deganni balki nimadan og'im bo'lishi mumkin. Ibn Abdulbar, Ibn Munzirdan. Umsa Ata ibn Abi Rabah, Ishaq ibn Sirin bu ijmo bo'lmaydi. Yoki buldan ilgari qilgan ijmo bo'lishi mumkin. Ishaq, Ata buldan ilgari qilgan ijmo qilgan bo'lsa, keyin ixtiloflashgan bo'lsa bu boshqa masala. Atada ikkisi bor. Bu asos tabiiylar. Demak, ma'masal tuyda hozir. Vaqtalafu hal yuftiru bi ru'yatihi wahdahu. Hamda ro'z tutishni boshlashda ko'rgan odam o'zining ko'rishi bilan ro'z tutishni boshlab ketdi dedi. Jumhurning qarashi. Ramazon tugab, Hayitni boshlashdan-da eg'iz etish boshlandi-ku. Shu chaqda yana Shavvolninki eyni ko'rgan chaqda yalg'iz ko'rgan bo'lsa, yalg'iz Hayit bitiramda eg'iz etish kerak. Ro'zini to'xtatib, hamda ro'z tutmayman deb eg'iz etishni boshlaveramdi, boshlamadim. Hozir ikkisini farqlantirdi bu. Demak, birinchi masala Ramazonning boshlanishi chetishlik, ba'zi Ramazonning oxirlashi chetishlik. فذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد إلى أنه لا يفطر. Köpçülük alimler şeylerin değil, İmam Ahmed'in bana enaklıdır. Belki şu meselede istizkardan başka kitaplardan mı faydalanır. Bula ya üz yalğız kögen bolsa Şevval'ın eyine Ramazan'ını toxtatmaydı dep qarab. İmam Şafii ya toxtadı, ıgız açdı. Ve bihi qala Abu Thawr. Abu Thawr mı? İmam Şafii elbette ustazlığa erişti. Abu Thawr İmam Şafii'nin ustazı. Thawri, dedik mi Thawri bilişken. Thawri bu İmam Ebu Hanife'nin zamandaş ayrı müctehid abi. Abu Thawr İmam Şafii'nin şagirdi. Lekin keyin öz aldığı bazı qarashlar var yani öz aldığı müctehidtek. Dükanı arab chiqatgan shagirddek bunda bo'ladi. Lekin tabaqat Şafii'ye kirdi yani. Şafii fuqaha qatoridan sanıldı. Ve hada la ma'na lahu. Ma'ni hozir ma so'z? Şafii'ga. Tanqilada bu bima'nilik deb. Sen ro'zni tutishda yalg'iz bir o'zlam ko'rgan bo'lsa tutaverdi-da. Hamda eg'iz ichishni boshlagan chaqda Shavvolning ayni ko'rishda yalg'iz ko'rsa to'xtatmaydi. Cho'qim boshqalar bilan birga ko'rgan bo'lsa undan to'xtadi. Ya'ni yalg'iz ko'rishi bu ojiz. Ya'ni boshqalarning ko'rishidan kuchlansa, undan keyin nima qiladi? Buning bema'nilikdir. Lekin bema'nilikmi? Sizning farqi bormi yo'qmi? Boshda tutishda o'xshash bo'lishi kerakmi yo o'xshamaslik kerakmi? Yani alimler mesela Ramazan kirişten ilgili Ramazan yoklukka yakın tuşunamı.
Al-yakun la yazulu bishak degan qoida yiqilishib qoldi. La yazulu bishak. Ramazon emaski aniq hozir. Hamda Ramazon emaski aniq holat biz yiqitib o'tib, Ramazonni dast tutish uchun burunqidek darajada keskin bir bilim bo'lsa, endi uni o'rgatib Ramazonni boshlaydi. Bir aylanning unda keskin bo'lmaydi emas. Çoxum küçəyəndən başqalının bilimi çoxlatsa, indi küçəyib, burun Ramazan emas deganni chiqdi, Ramazan deb dastakil bo'ldi deydi. Endi bu Ramazanning oxirida yana shu masala. Ilgariki boshlanishni chiqdi verdi mayli dedim. Mayli deb pulab, oyga kelgan chaqda, ash boshda mayli deganlar, yo'q, chiqqadim bo'lmasin maydo. O'zilam, ya'ni boshqadan bo'lmasin maydo. Ya'ni bu adat, bu mu yaqin la yazulu bil ihtimal degan yerga keldi. Ikki adam bo'lmasa, az o'z oldiga ko'rablam unda qilsa bo'lmaydi. O'zining ko'rishi balki xatolikdir, yo binasi ko'rinib qolgandi, chataqadi deb. Lekin hamda birinchisi ma'qul. Bu shuna o'xshash bo'ldi hozir. Al yaqin la yazulu bil shak degan qoidaga yiqilishib qoldi. Lekin birinchisi nima uchun biraydan bo'lsin mayli desa, Ramazon hammadan ibodat qilib, Ramazonni tashna olganlikdan. Biraydan ko'rsimi Ramazonga etlib, intilib, Ramazonni quchoqlash, qarshi jihatdan, oldirganlik jihatdan Alloh taolaning fazli marhamatiga mayli degan. Lekin qoida tarafdan o'xshash bo'lish kerak. Bu hamda ruhoniy ishtiyoq tarafdan da'vat qilingan. Chiqishdan bu bir taklifatdan qishdan tizam chiqdi. Oldirgandek. Bu balki tasavvufga yaqin bunda tahlil qilsa, shunda to'g'ri chiqadi. Yani shavqan ila mardatillah, ila fuyudatillah. Nima? Nafahat Ramazonda tezroq nail bo'lish. Manda deydim. Lekin qoida tarafdan mana Ibn Rushd degandek, o'shkisi o'xshash. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوجب الصوم والفطر للرؤيا. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. Baş küreşke bağlap qo'ygan tursa, mani ko'rsa, ro'za tutgan bo'lsa, mani ko'rsa, ro'za tutish kerak. Biraylan bo'lsa deydi. Va ru'yat innama takunu bil his. Küreş degan albatta shu ko'z bilan bo'ladi. Tuyg'u a'zolari shunami? ولولا الإجماع على الصيام بالخبر على الرؤية لبعد وجوب الصيام بالخبر لظاهر هذا الحديث. Köydüm deb xabar qilishga asoslanib, ro'za tutishga ijmo kelmagan bo'lsa-da, bu chaqda o birisining xabari bilan ro'za tutish mumkin emas-da, hijra qo'yib ketdi bu. O'sha hadisning nuskasi. Kurash dedi-ku hadisda. Köydüm deb xabar qilsa degan gap yo'q. Ha? Sen o'zing ko'rsa, ko'rib ro'za tutsa, ko'rib ig'za etsa. Endi bu yerda hammaydan zodi ko'rmaydi hamda. Cho'qim ba'zi ko'rdi, ba'zi ko'rmaydi. Undan keyin ko'rganlar ko'rmaganligi xabar qilsa-mu, ma'qul deb ko'rgandek qarab biz ma'qul deymiz deb ijmo bo'lgan ekan, xabarga asosan muqaddat yo'q. Lekin hadisning lafzi ma'vud emas. Hadisdan da shahodat berib, da xabar nima yo'q. Kurash bor. Lekin hamma odam 1 milliard musulmon hammasi tan ko'rib, unda qilmaydi. Uning bir qismi ko'rdi, ani ko'rganlik xabar qilsa, uni xabarni qabul qilib, ko'rgandek bo'ldi bular. Mushinaga islom olimlar ijmo keldi. Ijmo kelganiga mayli dedik deydi. Ijmo bo'lganlik uchun mayli dedik. Bo'lmasa ko'rish kerak deb turib oldik. Va innama farraqa man farraq. İmam Şafii'ga o'xshash masalan. Ayirib turib olganlar. Ramazonning oyini ko'rish bilan Shavvolning oyini ko'rish o'xshamaydi. Ramazonni boshlash bilan Ramazonni oxirlashtirishda ko'rish son va hokazo jihatdan o'xshamaydi deb qaraganlar. Buning asoslangan nima desa, limakan saddiz zari'a. Saddiz zari'a. Bu yerda ba'zi bahona izlaydiganlarga yo'chiqni taqash uchun bu Ramazondan tezroq qutulmoqchi bo'lganlar. Ba'zi aroqkashlar, fan tomosha qilib tomok chekadiganlar. Ramazon tezroq chiqasiga va kunduz tomok chekan mudoqtab masalan, xumor sukadiganlar. G'achchi deb bak issiqlik ketgandan birsa, voy men uni ko'rdim deb yolg'ondan deb turibsa, chataq chiqdi. Alla yadda al-fusaq annahum ra'aw al-hilal fayuftirun. Ve hum ba'da lam yaraw. Yani kömey turib, pas nachar kishilar voy ko'rdik deb lam undan chiqib oladi dedi. Yani başqalığı tamammasınmı? Yo'q, men ko'rgan bo'yicha men amal qilib turayman. Hadisda inda deb tikanda lam bu tamakisini chekkashtirdi. Tezariya bo'lsa shu ikkita qilmaydi desak. Yo'q, bu yerda başqalığı ko'rgan bo'lish kerak deb turadi. Asli, Ramazon kirishda bir odam ko'rsa, o'zini tutishni boshlayverdi dedi. Lekin miya kelib, Shavvolning oyini ko'rish, Ramazonni oxirlashtirish kelgan chaqda voyma oyni ko'rdim, aytda aytgan deb turadi bir aylam. Uni tamak chekishni boshlaydi. Lekin yolg'ondan shunda divan muson deb boshqalarning ko'rishiga bog'lab qo'ydik. Aniga yo'lni taqvatdik, anda deyverish. Valida qala Shafi'i
إن خاف التهمة أمسك عن الأكل والشرب واعتقد الفطر. Hamda bir adam hamda ras ko'ribdi deydi. Yolg'iz. Bir adam ras ko'ribdi. Lekin boshqalar da bu munda Ramazondan qutlanmay qolib, ko'dim deb turib oldi deb munda tuhmat qildigan, qarinib qoldigan ahvol bo'lib qolsa, uliga bo'ldi tashviq qilib, uni davran sarjimay. Ishingni bilib sen o'zing ig'iz ichiblam, odatdagidek buni yashaysan bo'ldi. Va shadda malikun faqala. İmam Malik hamda bu ko'pchilikdan bakrak ayrilib chiqib nimdapta men aftara va qad ra'al hilala wahdahu. Ayni yolg'iz ko'ribdi. Ko'rib shundan bu ko'rganimizga amal qilish kerak. Shunama İmam Shafiy degandek o'zi biliblam ig'iz ichib davran sammaylar bundan o'qilasin. Ammo bu davran sammay ig'iz ichiblam o'zi ko'rgan bo'yicha amal qilaveribdi. Bunda ahvolda nima bo'ldi desa, fa alayhi al-qada wal kaffar. Sen yolg'iz ayni ko'rding, ro'zat atikan deb o'yladim. O'ylab qatdi ro'zasini to'xtab, ig'izni ochdim. Bugun ayt qilyapman deydi-ku. Bunda qilgan taqdirda, yana bir kun qazosini qilsa bu kundan ham kaffarat bersa, favqulodda hamda eg'ir hukmni bilan chiqarib. Nima uchun qazo desa, chunki sen bir kunni ro'za tutmay o'tkazyaptın. Nima uchun kaffara desa, bu Ramazonda bu. Sen Ramazonni qasdan ig'iz ochding. Nima kaffarat qildi. Xullas bir kun keladi. Bir kun keldi, jima bilan buzayotgan taqdirda ondan uning chiqqay ro'za tutishi bunday keldi. Lekin jimadan boshqa narsa bilan qasdan buzayotsa, unga ba'zi olimlar shu jimaga qiyos qilamiz deydi. Ba'zi olimlar yo'q, jimaga o'xshamaydi bu. Nas, hadis jimada kelgan. Yemek-ichmakda boshqa va hokazo nima qilish bu jimaga o'xshamaydi. Tamoq yeyish bilan jimaning lazzati o'xshamda. Mesela ixtilop chiqib qolsam, mesela o'tgan yilniki oldingi yil men mesela telefon qilsam shu adroz etgan kunimi. Mesela mashi xabar mesdan menimniki oy degan nima bu 7-chi deb lo'gadamni shu Ramazon oshib ketgan. Bunda qanday qilamiz? Buni shu oyni ko'rgan bo'lsa, birisi oyni ko'rgan bo'lsa, esa ko'rmagan bo'lsa, ikki yo'li hozirmi hech chiqdi. Qanday qilish kerak? Ya 30 kun to'liq to'shqimiz, faqturulahu dedi-ku. Yoki bizga eng yaqin jutlardan birisinikini ko'rgan, masalan Pokiston ko'rgan bo'lsa, yo O'zbekiston ko'rgan bo'lsa, yo Tungalni ko'rgan bo'lsa, shuni hisoblaymiz. Shu ikki yo'l bor. Saudiya kirdi deb Saudiya. Saudiyaga gitsin bo'ldi. Chunki bu ishkini qarash, islom diyori bir jutni ko'rgan bo'lsa, boshqa hisob bo'ldi degan qarash. Men madanda Ramazonga 29-30 kun olgan chog'da biz uni aytib tikib qo'ydik so'yibsizlar. Keyin e'lon qildi, tez qilganmiz. Bitanda 30 kun ro'zlikamiz. Boshimizda o'xshash boshida o'tadi. Keyin 29-30 kungacha agar oyni ko'rmasa, mayli. Faqdurulahu degan dariga chirt. Ammo 31 ga berib qoldi g'avoba. Cho'baz. O'chada uni to'xtash kerak. 31 qilyaptimi-ki? 31 qilyapti, jonlar. 2 kun qildi. Ha. Bundan yozda nomi ne? 30 kun bo'ldi. Alimkamiz vatanlar bilan ayga qolmaydi. 2050-yilda Ramazonninki, etniki, hammasini shu kalendarini kitob chiqarib turadi. Yo, kalendar hisob bo'lmaydi. Shu ish bo'lgan vatanlarda. Uning asli chorasi ta'sir emas. Mush masalani hal qilsa kalın saqiydigan ish. 10 kishilik guruhni tashkillab, ma to'ytonlar, ma ko'rlida yuzrak taqqa chiqib qarashlar. Ma to'ytonlar g'uljida qarashlar. Ma to'ytonlar ma tash qo'yganni qarashlar deb chiqarib qarasa, ko'rgan bo'lsa ko'rdi, bo'lmasa qachida e'lon qilasiz, bo'ldigan ish emasmi bu? Ya mush g'ulg'ullar, mush butun avarchilik o'shan kelib chiqadi. Nima foydasi bor? 6 odamni 1 soat avar qilsa bo'ldi, tugaydi. Va qala Abu Hanifa alayhi al-qada faqat. Demak, bular sen yolg'iz ko'rganing hisob bo'lmaydi deyapti. Xuddi yolg'iz ko'rganni ko'rmagan bilan o'xshash. Sen bo'ldi o'zingni ko'rganni yo'q chiqarib, ko'pchilik bilan nima qilsa degan. Ammo yana bir aylan bilan 3-4 aylan birga ko'rib qolsak-chi, bu chaqdan tutishing kerak deydi bu. Butun jamiyatliklar ko'rmishmi? Biz 4-5 aylan ko'rib qoldik. Tutishing kerak. Albatta, hamda bu tutsa e'lon qilish, qimmatlik davron qilish, bu g'ulg'ula paydo qilish, ittifoqsizlik kelib chiqdi, ma tarafdan diqqat qilish kerak. Lekin o'z tutmaslikda, kaffara kelmaslikda kelmaydi dedi. Yolg'izdan qilib qolsam, Abu Hanifa qazosini qilsa dedi. Ramazonni tugutishga. Tugutishga. Kirishda odam bilan bir aylan nima qilsa tutaverdi. Va amma tariqul xabar fa innahum ixtalafu fi adadil muxbirin. Hamda biz nimaga o'tkirib ketdik? Boshqalar men ayni ko'rdim deb xabar berish masalasi. Fa innahum ixtalafu fi adadil muxbirin alladhina yajib qabulu xabarihim an ru'yati va fi sifatihim. Qancha kishi
köydüm dese bunu kabul qilish kerak. Bu köydüm degan kishilar qanday kishilar bo'lish kerak? Rastchil, adl, udul kishilar bo'lish kerakmi yo fasqlik bo'lsin maylimi deganda. Qirib qolgan odamni jo'va masalan, ko'zi ojizlab ketgan. Bundacha tafsiliy bayon qildi. Famma malikun faqala innahu la yajuz an yusama va la yuftira bi aqalla min shahadati rajulayn adlayn. İmam Malik'te en az ikki adam bo'lish kerak. Bu adam adl sifatlangan, bunda bo'lish kerak deydi. Yani adl deganimiz cho'ng gunohni qilmaydigan, islom farz vojiblarni ado qiladigan, odatda unda o'tib ketsa kerak. Albatta adolatimizda talash ta'sir var, lekin ko'pincha ahvolda sag'ir ishlardan xoli bo'lmaydi. Kabira gunohni qilmaydigan, islomning cho'ng farz vojiblarni tashlamaydigan, umuman sunnatga amal qiladigan ma'vo adl. Bunda ravs be tutan adamdan guvohlik olsa biz ko'rdik deb, ondan ro'z tutishni to'xtab eg'zishni boshlaymiz. Ve qala Shafi'i fi rivoyat al-Muzani, İmam Shafi'i bunda debdi. Bu so'zni shogirdi Muzani rivoyat etgan. İmam Muzani o'sha İmam Shafi'ning shogirdlaridan al-degan kitobini rivoyat qilib, uni ixtisor qilib 7 mujallad kitоб al-Umm degan. İxtisor Muzanining mu xuddi İmam Abu Yusuf, Muhammadla Abu Hanifa bilan ixtiloflashgandek o'zining shaxsiy ijtihod qilgan masalalar ko'p. İnnehu yusamu bi shahadati rajulin wahidin ala ru'ya. Bu debdi ona bir kishining ko'rdim deb guvohlik bergani bilan ro'za tutaveramiz debdi. Bu birinchi masala edi, shunami? Wa la yuftaru bi aqalla min shahadati rajulayn. İkki adamning guvohlik olmasa, uning az bo'lib qolsa, bir bo'lib qolsa, eg'iz ochilmaydi deb. Biga dollardi. Biroviga. Demak, hozir Muzani rivoyatida o'xshamaslik bor. İmam Shafi'ning boshqa shogirdlari ya o'zining kitoblarida o'qigan bilan Muzanining rivoyati o'xshamaydi. Balki İmam Shafi misol kelib ra'yini o'zgartgan bo'ldi. Hozir İmam Shafi burunqi bayon qilgan qarashda bir odam bo'lsa o'z tivrdi degan. Hech bo'lmasa o'zi ro'z tivrdi dedi, shunami? Uni miyada tafsilroq bayon qilib, boshqalarning ro'z tivramiz, tutmamdi degan masalada ikki odam biz ko'rdik deb guvohlik bermasa, eg'zachmaymiz, ya'ni qilmaymiz demoqchi. Ve qala Abu Hanifata in kana as-sama'u mughayyama qubila wahidun. Agar havo tutqulab, bulut qilib, ayni ko'rish imkoni yo'q, bunda kun bo'lib qolsa, birisi oyman ko'rdim zade deb qolsa, qabul qilamiz. Nay kunni ham bulutda so'rab o'tgani. Bunda bir kunni bilan vaqtida o'tib ketgan. Hatto bu oymi ko'rildigan vaqtda shu 3-4 minut turishi mumkin. 5-6 minut uzun turmaydi. وإن كانت ضاحية يعني صاحية بمصر كبير لم تقبل إلا شهادة الجم الغفير. هوا سبسك وسا وشك وسا. لم تقبل إلا شهادة الجم الغفير. هوا وشك وسا جق أدم كودق دمسا وبيجادم نكيس وبيجادم خطأ سبحان. بس باشلون كراتنا. وروي عنه أنه تقبل شهادة عدلين إذا كان سماء مصحية. هوا وشكلاب قاسا راوس إشكالن قالق قاسا قبل قندو دب مروايات قند. أبو حنيفة ikinci qarashma. Birinci qarashda anda tafsili bayon qildi. İkinci qarashda ikki odam dedi. Yani birinci qarashda havo ochiq olsa nurg'a odam, yani ko'p odam guvohlik qilmasa bo'lmaydi dedi. Havo ochiq qilib ikki odam ham ko'rib, boshqa ko'rmaydigan kishi bo'lib qolamdi. Cho'qim boshqani ko'rish kerak dedi. Ammo ikinci qarashda ikki odam bo'lsa mayli dedi. Ve ecma'u ala ennehu la yuqbalu fil fitri illa ithnan. İcma müşahede bütün mezhep alimleri ittifak geldi. Eg'iz açqan chog'da ikki odam bo'lmasa bo'lmaydi. İlla Abu Thawr, yani Shafi'ning shogirdlaridan unda ki mustaqil mujtahid bo'lib ketgan olimlar Abu Thawr lam unda fa innahu lam yufarriq fi zalika bayna as-sawmi wal fitri kama farraqa ash-Shafi'i. O İmam Shafi ayırgandek unda ayrıcımı dedi. Qanday ayırganda İmam Shafi? Yalg'iz ko'rgan holatda ro'za tutdi. Ramazondan chiqishda chikkadan bo'lish kerak. Mana rivoyatul Muzanida. O'zining kelgan rivoyatda o'zi buzib turmaydi degan. İmam Shafi unda ayırgandek ayrımı dedi. Elik tafsilatda ayırgandek ayrımaptı. Lekin bu şu ikkidan bo'lish kerak dedi. Ve sebep ihtilafihim ihtilaful athar fi hada al-bab. Bu yer talashtatning sababini ma'lumsa müşerkeken hadisler o'xshamaydi. Ve taraddudul xabar fi zalika bayna yakun min bab ash-shahadati aw min bab al-amal bil ahadith allati la yushtarat fiha al-adad. Bu yerda shahodat masalasi bu. Yani aynı ko'rdim deyish, mushunda xabar qilish, guvohlik berish doirasiga kiramdi yoki bu rivoyat doirasiga kiramdi.
أو من باب العمل بالأحاديث التي لا يشترط فيها العدد. Çünkü hadis rivayet kılgan çağda bir kişi rivayet kısım kabul kıldık. Mesela innemel a'malu bin niyat. Ömer ibn Hattab radıyallahu anh rivayet kılgan hadis bir sahabe. Ama amal kılmaz. Hem bu aynı köydüm deyiş. Xuddi Resulullah'ın manda deganligini pustani orqali manda anladim. Yani men anlagandim deb rivoyat qilganga o'xshash bo'lsa, bir odam ko'rdim desam, hisob qildi. Demak, rivoyat doirasi kiramdi, bu shahodat doirasi kiramdi. Shunda mutalashlar. Amma al-athar fa min zalika ma kharrajahu Abu Dawud an Abdurrahman ibn Zayd ibn al-Khattab annahu khataba an-nas fi al-yawm alladhi yushakku fihi faqala Aşu gumallık günde sözler bunlar. İnni jalastu ashaba Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve se'altuhum ve kulluhum haddathuni enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem qal sumu li ru'yati ve aftiru li ru'yati fe in gumma aleykum fe atimmu thalati. Hemmeyle muşuna digente. Aynı körep roz tutanlar, aynı körep ağız açanlar, tutuklap kılıp köremmeye kalsanlar, küreş mümkün bulmasa 30 gün toluklu ötüp ağız açanlar digente deydi. Yani Resulullah bunda dedi de emmeylen sahabeler bana sözler bergen. Bu hadise İmam Ahmed ve Nesai'ler rivayet kılan isnaduhu la ba'se bihi iken. Abu Davud rivayet kıldık yoktu ama tahkikten da Abu Davud denge hatadır. Abu Davud rivayet kıldı mı? فعن الحارث بن حاتم لا عن عبد الواحد. إسناد متصل صحيح. فإن شهد شاهدان فصوموا وافطروا. Eğer iki guvaçı guvalı kırıp kalsa, roz tutuşumu hesap kılıp roz tutanı buldu, ağız tutuşumu hesap kılıp ağız tutanı buldu. Demek muşu şekildeki, muş terkipteki rivayet bunda kelgendir. Lekin ma adette somuluraydı ve aftırı fa'in gummalıgın atimu talasin degan bu sayının ikiside birisi var. Lekin bu ayıgıdaki aldığındaki ahval bilen rivayet kılınan muşu hadis İmam Ahmed Nesai'yle rivayet. Ve minha hadis İbn Abbas ennehu qala jaa a'rabiyyun ila Nebi sallallahu aleyhi ve sellem faqala absartu hilala el-leylata. Ben bu gece yeni tuğulgan ayını gördüm depti. Faqala ateşhedü en la ilahe illallah ve enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Qala na'am. Qala ya Bilal ezzin fil nas فَلْيَسُومُوا غَدًا. Demek bir Arabi gördüm depti. Ağaççı cekalı etken hatruz sondur. خرجه الترمذي وقال وفي إسناده خلاف لأنه رواه جماعة مرسلا. Bu mursala dizken. Şuna mursal olğaçqa bazılar qabul qılmaz qılmaymiz dep nokta. Yoki isnadda xilaf bo'lib qolib, ba'zi marfu debdi, ba'zi mursal debdi. Ve minha hadith Rabi'i ibn Khirash خرجه أبو داود أن الربيع بن خراش أن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان الناس في آخر يوم من رمضان فقام أعرابيان فشهدا عند النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الهلال أمس عشيته. Sahabeler Ramazan'ın ahir günü de qaralgan günde Resulullah bilan birga o'tiribdi. Arabi ishkelan qoboblan Resulullahning huzurida biz tunigan kechda oyni ko'rdik deb guvohlik qilibdi. Chunki kechda kechqurun ko'rdik. Yani ashiya degan mishada kun patay deb qolgan vaqt. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا وأن يعودوا إلى المصلى. Sonra Resulullah yani akşam ko'rdik degandan bugun aytgan deblar, hajjida sizlar ig'z echitinglar, namozgah qilinglar, aytgah qilinglar, ayt namoz o'qiymiz. فذهب الناس في هذه الآثار مذهب الترجيح ومذهب الجمع. Demek mushunda hadislar asarli bo'lgan ekan, olimlar ikki xil usulni tutdi. Ba'zilar hadisning birini tanlab tarjih qilib tanlash. Ba'zilar yo'q, ma'noga amal qilib, ma'noga muvofiqlashtirib, bunda amal qilamiz, zambiga tang amal qilamiz deb. Fash-Shafi'i jamaa bayna hadis ibn Abbas va hadis Rabi'i ibn Hirash. Hirash deb keldi-ku. Rabi'i ibn Hirash havla. Nima chiqib qolibdi? Sizlarga chiqibmi? Hatto İmam Şafii İbn Abbas'ın hadisi bilen Rabi' ibn Hirash'ın hadisini ikkisini aynen amal qilindi deb qarabdi. فأوجب الصوم بشهادة واحد والفطر باثنين. Demek İbn Abbas'ınkida bir Arabi guvohlik qilib hisob qilib o'tgan. Rasulullahning vaqaligida ikki Arabi nuqta uni hisob qildi. Bu Ramazonda tutishga gapdi deydi. Ro'za tutishga gapdi. Hozir ikkisiga amal qildi. Ro'za tutishda bir yerdan bozib bo'lardi. Ro'za tutishda ikki yerdan bozib bo'lardi. Bundan. Ve Malik rajjaha hadis Abdurrahman ibn Zayd li makan al-qiyas. İmam Malik hem de kıyas adette İslam'ın muşu saati tutkan çok kaidesi olan iken bu kaideden konuda hatırcam bulab hadisini tercih kılmak. Kıyasla ilişkisini bizleştirsem buna acallık buldu deb bundan.
Abdurrahman ibn Zeyn'in deganda "Fey şehide şahidani fasumu ve aftiru." İki liste. İki guvaçının başlanışta ayaklaştırışta. Demek bu şahadetge iki bilen boluda adette. Degan qiyas şu. Köp meselede şular var ki. Yani teşbih derge bir şehadet fil hukuk. Mesela hukuk degan mal mülk hak davalarda iki kişi guvalık varsa hesap bulduğu. Lekin ama hukuk emas bu. Ve işbu en yekuna Ebu Thawr lem yara ta'arudan beyne hadis ibn Abbas ve hadis Rabi'i ibn Hirash. Endi Abu Thawr belki İmam Şafii o'ylab qolgandek, ikki hadis o'ttirdi, undan zidlik yo'q. Ikkisi bir gap bu deb qaragan bo'lishi mumkin. Ve zalika annallazi fi hadis Rabi'i ibn Hirash annahu qada bi shahadat ithnayn. Çünkü Rabi'nin hadisida ikki arabinin guvohlik bilan bo'lgan hech deyapti, ama İbn Abbas'ninkida bir kishining guvohlik bilan hisob qilyapti. Ve zalika ma yadullu ala jawazil amrayn jami'an. Ma'u so'z gap. Masalan, Rasulullohning voqealigida bir odam guvohlik qilsa, yo'q, u sen bizgansa, yani bizni tep kel degan bo'lsa-da, u chaqda bir odam bo'lmaydi degan bo'ldi. Ha? Lekin bu ikki odam shunday udil kelib qoldi. Balki 10 odam guvohlik qilib udil kelib qolsa mumkin, u chaqda 9 bo'lsa bo'lmaydi demdi. Bu bunda ittifoq yani udil kelib qolish. Ammo Rasulullohning qisda bir odam guvohlik qilib, endi Rasululloh yo'q, sen birgansa bu ro'z tutishda bir odam mayli deydi. Ig'izishda yani birini tepgan bo'lsang, hisob qilmaymiz degan bo'lsa-da, La anna zalika ta'arud. Demek bu ta'arud yok bundan. Bu dikkatledi. Ve la anna al-qada' al-awwal muhtassim bis-sawm ve thani bil-fitr. Birincisi bu ro'za tutishga xosda, ikkinchisi ig'za chiqish xosda degan gap yo'q. Balki ro'za tutishga kelgan ikki odam arabiyning qon bo'lishunda deydi. Fa innal qawla bihadha inma yanbani ala tawahhum at-ta'arud. Zikab qaldi deb xato o'ylab qolsak, ondan bu chaqda ondan manda tahqiq qilsak bo'ladi. Amaliyotda bu bir-biriga zid kelmaydi. Bu to'g'rimi Abu Sa'd? Ve kezalika yushbihu an la yakuna ta'arudun bayna hadis Abdurrahman ibn Zayd ve bayna hadis ibn Abbas radıyallahu anhuma illa bi dalil khitab. Hamdan ya İbn Rushd ma gap yarabdilar. Nimaga yetganlar? Abu Sa'dning uslubi bo'yicha ta'arud va deb qaralgan ishkinimi bundan bo'lmasligi mumkin deydi. Abdurrahman ibn Zayd bilan İbn Abbas'ның hadisinden o'ttirdi ta'arud bo'lmasligi mumkin deydi. Abdurrahmanning fa in shahida shahidan fasumu va aftiru dedi. Ikkisida ikki shahid bo'lsa nima qilaveradi dedi. Nima? İbn Abbas'ninkida bir odam guvohlik qilibdi, ro'za tutayverdi. İlla bi dalil xitob, faqatlam qaysi jihatdan ta'arud bo'ldi? Mafhum muxalafa. Dalil xitobni biz bilgan to'q, mafhumul muxalafa. Ya mafhum muxalafa degan nima? Ikki shahid desa, unda olsa ikki shahid degan bir o'zi bo'lmaydi ekan. Manda hukm chiqarish mafhum muxalafa. Ve huve daifun. Demek bu mefhum muhalefe azdır. Şahidan degan so'zda bana. Şahidan dedi. Unda olsa bir adam guvohlik qilsa, uni hisob qilmaydi ekan emas degani mefhum muxalif chiqargan. Birisi bo'lsa hisob bo'lmaydi degan desak, ana Ibn Abbasnikida birisi debda hisob qilaveradi degan bo'zib kelib qoldi. Mefhum muxalif chiqarmasa, ikki debdi, ammo birining gapini qilmadi bu yerda desa, buni ta'arud bo'lmaydi dedi. Bu daifun degani shu. Hujjiyati dalil xitob nima demak? Bu aciz dedi. Usul fiqhda shunday dedim, aciz. Bunu tövbe türge öğreniyordu. Ve o daifun ve aradahun nas. Nasıl yapması bu beklem aciz. Fakat nara enne kavle Ebi Thawr ala şududihi huve ebyen. En şahizde kalganını tercih kıldım. Bu şey eniqraq turdu, bu şey cenivarak turdu dedi. Ebu Thawr'un. Emniyette müştehid alimler isimge eslanmay delilge tayinlagan bolgan ekan. Bu sorunun küçük çıktı ustazınca karan. Ma'anna teşbihir ra'i bir ravi ve emsel min teşbihi bir şahid. Ama koşum çıkılıp mı da yaptım. Aynı köydüm de guvalık kurduğu adam bilen ravine hadis rivayet kılan kişisini okşutuş, guvalık kuruş ki karaganda muvaffak değil. Yani buna aynı köydüm deyişini rivayet dairesi okşap kaldı desem bu doğru çıkıyor. Lekin guvalık kılsan bak doğru çıkmıyor. Yok bir adamın olsun hesap kılımız yenge bazı mı ya da canlandırıyor. Guvohda ikki odam bo'lmasa yapılmaydi-da shahodatda. Shahodat ikki odam bo'lmasa haq isbotlanmaydi. Lekin rivoyat hadis rivoyat qilgancha isbotlandi. Innamal a'malu binniyat degandek. لأن الشهادة إما أن يقول إن اشتراط العدد فيها عبادة غير معللة فلا يجوز أن يقيس عليها. Çünkü guvalık deganda manda deyishi mumkin, dedi. Masalan, bunda san belgilab qo'ydi, guvalık qilishda. Ikki deb. Bu sanni belgilash biz tigini tushunmaydigan, endi Alloh taolo belgilayotgan ishmi, emasmi? Agar Alloh taolo shuni belgilayotgan, biz uning illatini tushunmaydigan ish bo'lib qolsa, biz uni qiyos qilmaymiz. Çünkü ibadette qiyos qilish to'g'ri chiqmaydi dedi. Ha?
وإما أن يقول إن اشتراط العدد فيها هو لموضع التنازل الذي في الحقوق. بيادام ده يا كمان ده ديش ممكن بياد بر أدم بلالن كفايلن تكني بر أدمنا تشتب كويشتك سبب إلا نما حتى عادة تلاستات شلوده تلاستات شو عن كي تكني برسنا أكيد كويسا تلاستات أستا بيشترب لك كده يعني قتش ده بيشترب كده تاريخ مثلاً ده أما بو إبادة نمستان ده تلاستات خلام ده İslam asa 10 bin köy pullarının davası olup kalsa, çıng turup talaşta çıkılıp, zağı koyup baymayın da, o zağı çıkkeden guvalı kemmiş unumayma da çıng turdan gel. Lekin Ramazan'da köydük kömdük degende, o silgi onunda bir ziyan bulduğu aşılmağın iken, hemeyle falan köraptan bir hızlı tutuyorlar da makul değil mi? Mesele şu. والشبهة التي تعرض من قبل قول أحد الخصمين. دعوة إيش كترب بلدغو؟ إيش كترب بوانك ما برترب ياك undağ mesele çıng turdu. Guvalık ağadan, bir adam guvalık asma, guvalık akasma, şunda tedeydi. Demek bunga şunda tedeyenge şunda emestiygen takabül turup birbirini iştisem da çıkanken bu guvalık acizlap kalır. Sonra ikincisini bir jarsak, cüplasak andan. Karşı tarafının etirazını besiplan yok tutsanğa mesele alqımız. Şuna bu sanını belgilep koyduğuk dedi. İkinci bir adam. وَلِيَكُونَ الظَّنُّ أَغْلَبْ Uçadan da o hakiki zaten bu hakikat şu diyen bulmaydı yani şikeden yalgancı olsun mümkün şuna ama lekin bizning ko'nglimizda sallamda eg'irvasizlik buni xotirjam bo'ldi biroz وَالْمَيْلُ إِلَى حُجَّةِ أَحَدِ الْخَصْمَيْنِ أَقْوَى asal jalliq bo'ldi dedi ولم يتعدى بذلك الاثنين لئلا يعسر قيام الشهادة فتبطل الحقوق. نمشي ما إشكال هذا إشكال ما جيمة دموز يلغان كذبتن جيمة سكلام فلانın tutanın manşur belgenin biz köygen minde hakkıbat edip duruyoruz mümkün bu müşün cıkrak mı bu sanne diyişi mümkün var mı? Ya kendimiz şeriat tanı kıldık Allah minde cuhud kafirler çıkıp durdu müsteşrikler. Bu çıkıp bu iki adamda belgelep koydu. Ondan bazı zina geldi tüt adam da durulsa yani ondan tuğut meseleleri bir ayol kişinin guvalık hesap buldu. Bu nümüşün bunda ya tüt digen mi manımı? Yani onun cıkrak kıygan adımında yalgancılık olsa bu iki adamın kızı kazzap olsa haklar. Bu iki adamın olsa hakına hakkı uyan bulup bu kanda geldi etiraz öldürüyor açlı. Nümüşün ikiden artık kılvetmedi mesela. 4, 8, 10 degende. Bana cevap veriyordu. Çünkü onda köp kılıversak, devamlı onda köp adam o işin üstünde onda karıp tutmaydı. Bundan diken bu çağda onda köp guvaçını ekilenmeyen diken hakları zayi olup gidiyor. Hakkın cahil qoğdaş hem yalgancılık ve hakezadımı saklap kalış için bunda muvaffak alıptı çıkkene kıldı okumuş. Bu adette maqasid-i şeria illel şeria diyen ma dairege kirden. Ma felsefе boğan iken bu nümüşün bunda sebebi ma bu. Hem de bunda kılıversin mı dersin? Ya bunda kılıversin bunda çadak çıkıdı. Hak zayi olup gidiyor da şöndürüp koydu. وَلَيْسَ فِي رُؤْيَةِ الْقَمَرِ شُبْهَةٌ مِنْ مُخَالِفٍ Ay köresi onda igistek onda çıntırıldığı şu an yok. Tucibul istizhara bil adet. İstizhar yani tehimo güçlük iniklaş diye bulunur. Yani güçlendiriş deyimiz. İstizhar. Terkitleş, ihtiyaç cihetini terkitleş deyimiz. İstizhar bil adet. Demek bunda onda sanını avutup tehimo callık iniklap nımıklaşka onda acet yok. Onda tutuşup boğuşup ketmeydi var. Ramazan emas diyemez. Peki özden yüzköy pulu ödep kalsıyor, boğuşuyor. ويشبه أن يكون الشافعي إنما فرق بين هلال الفطر وهلال الصوم للتهمة التي تعرض للناس في هلال الفطر ولا تعرض في هلال الصوم. Demek İmam Şafii niçin ayırvette tutuşulan ağız etiş meselesinde? Çünkü ağız etiş meselesinde töhmet var. Bu pas koymuş tamam çekemeyeksen. Sıkılıp gider. Ramazan direkt kutulayı da köydüm diyoptu bu. Emniyeti bu köy ama başka da mı kömemti buna. Muşlam kırıp kalam doğada bunda karılaş ihtimali var. Lekin ro'za tutishda qarlash yo'q. Bu Ramazonga umroqlik qilib bunda divalda yig'ilish yo'q. Va madhab Abi Bakr ibn al-Munzir va madhab Abi Thawr ahsabuhu va madhab ahli az-Zahir. Abu Bakr ibn al-Munzirning qarashimi Abu Sa'dning qarashidir. Ta'mimcha u ahli az-Zahirning qarishiga deyman dedi. Taza ta'kidlanmay qopdi. Lekin bu anda Ibn al-Munzirning qaysi kitoblari bor dedik biz. Al-Ijma' Ibn al-Munzirning olimlarning ixtilofini to'liq mufassal rivoyat qilib kitap yozgan. Hozir buning al-Awsat ixtilofli ulamo al-Ijma' degan kitoblar bor. Ijma' degan kitobi bir mujallad bor. Ixtilofli ulamoning 4-5 mujallad besildi. Awsat degan kitobining 3-4 qismi besildi, tahqiqlandi, qolgani yo'q. Tepilmadi. Lekin bu shu İmam Navaviy emaslar. Boshqa nurg'un olimlarning qarashini bayon qilishda mush kitobga tayinlangan. Ha.
Aş avsat itlafı ulema deyin. İcma İbn Muzer'nin iş kitabı imtihan mı? Peki avsat deyin kitabının el-avsat fil hilaf diyen bu kitabının çok kısmı yok. Tepilmedi. Bakımlı kitap. Tepilgan bolsa, çık mezhebini ispatlashda halal manda deganmi demaganmi? Buning mezhebi mundamda emasmi deganni aydınlashtirishga yardım bo'ldi. Albatta boshqa kitoblar buning o'rnini bosadi. Demak, Ibn Muzer ash kitoblarda Abu Savrning qarshini bayon qilgan dedi. Ahli zohirning qarshini shugo deyman dedi. Wa qad ihtajja Abu Bakr ibn al-Muzer li hadha al-hadith bin'iqad al-ijma' ala wujub al-fitr wal-imsak an al-akli biqawl wahid. Bu hadis uchun manda dalil keltirdi dedi. Yani güçlendirdi demek çok şumum da. Yani Abu Savrning mush qarashiga manda dalil keltirdi deyli. İcma var debdi. Yani ala vujub al-fitr wal-imsak an al-akli biqawl wahid. Biqawl wahid degani nima va dedimi? Namazshamga bir maznahun azan to'g'ri hisob qilamdiqmi? Ha, shuni demakchi. Ramazonda masalan namazsham bo'ldi. Biz hammalamda kunning patqan patqan qarab o'tamaymiz-da. Uyda o'ttirsak Allohu akbar deb azon chiqdi namazsham. Kun patda bismillah deb qo'mini yeydigan gap. Shunami? Shuningda hammalar ittifoqmi, ittifoq emasmi? Ittifoq. Deganiki endi tavajjaba an yakuna al-amru kazalika fi dukhul shahr wa khuruj. Undan ayning chigan chiqqanimi bir yerdan ay chiydi desa, ay chiqdi desa, hisob qilsa uni. Qiyos qilibdi. Bir qavl vahid degan shu azan muazzin demakchi. Ashin demakchi. Cho'qim shu. Yakanda maznahun bo'lmasmi? Biraylan uyda o'ttirdik masalan. Dasqanni sala, qo'mini tizab, qacha azan chiqarga deb tashlab o'ttirsak, qaladin ya bizning bir hukumatida ya hukumatida. Va istaqullah namazsham bo'ldi, azan chiqdi desa, shunga bu asosan ig'zachimiz bor. Ha, mushin deyishim mumkin. İz kilahuma alamatun tafsilu zaman al-fitr min zaman as-sawm. Çünkü ishkili ise eg'iz ochilgan vaqt bilan ro'za vaqtini ayirishdan iborat. Yani birinci qatımda biz Şaban bilan Ramazan o'ttirini ayiramiz. İkinci qatımda Ramazan bilan Şabanning o'ttirini ayiramiz. Bir adam bizim bu avval uchun bular demakchi, bir adam ay ko'rmasa iftor qilib. Ha, masalan bir adam namazsham bo'ldi, hozir kun patdi deb xavaqisi qabul qilamda, qilibdan. Bunda bireylan Şabanning oyi hozir chiqdi, Ramazonning oyi kirdi deb xavaqisa yoki Ramazonning oyi chiqdi, Şabanning chiydi desimi qabul qilishing kerak deydi. Endi masala tugadi. Bu Abu Savrning misni tarjih qilyapti hozir, ha? Wa idza qulna amda yuqorqi masalaga asosan innar ru'ya tathbutu bil khabar fi haqqi man lam yarahu. Ko'maganlar xabar qilsa, uningga nisbatanmi hisob bo'ladi dedik deydi. Hal yata'adda dalga min balad ila balad. Bir jutdan bir jutda o'tamdi bu hisob bo'lash. Endi baytin degan masala chiqdi. Masalan, Saudiya Arabistonda ayni ko'da o'qdi. Bizning vujudda qaramadi hech kim. Bu chog'da biz Saudiya Arabistonning ash ko'diq degan hisob qilib, atayt qilib bulamdi yo 30 tosh qilamdi. Yani hal yecib ala ahli baladin ma, mesela bizning vujuddagidak, idza lam yarahu, ular ko'rmagan bo'lsa, an ya'khudhu fi zalik bi ru'yati baladin akhar misli Saudiya. Am li kulli baladin ru'ya, yoki har bir vujudning ayrim ko'rish kerakmi? Fi xilafun, buni ixtilof bor. Fa amma Malikun fa inna ibn al-Qasim wal Misriyin, ibn al-Qasim mo İmam Malikning shogirdi. Endi Misriyin degani İmam Malikning shogirdlarining ichida Bag'dodlik shogirdlari, Mag'riblik shogirdlari, Misrlik shogirdlari va mujtahid kelgan shogirdlar bor. Shu shogirdlardan unda ba'zilar bunda rivoyat qilgan, ya'ni faloniyaliklar bunda rivoyat qilgan deb ayirdi ba'zi. İbn Qasimlar Misrlik shogirdlari İmam Malik bunda deganda deb bunda rivoyat qildi. Rawaw anhu annahu idza thabata inda ahli baladin anna ahli baladin akhar ra'aw al-hilal an alayhim qada'u dhalika al-yawm alladhi aftaruhu wa samahu ghayrum. Bu rivoyatda bir juttikilarga shunda xabar qilinsa, faloni juttikilar tunigan ichib tutgan bular. Yoki ro'za tutgan deb, nima qilsa, buni qanday qildi? Shu kunni ro'za tutmaydigan kunda qarab qilib tutmagan bo'lsa, shu kun qazosi qildi dedi. Ya'ni ashuning hisob demakchi. Bash vujudniki mavjud hisob bo'ldi demakchi. Va bi qala Shafiy va Ahmad. Demak, Saudiyninki ko'rdim desa, bizga hisob qilib ketdi demakchi. Imom Shafiy va Ahmad buni shunda qarab turdi.
Hamda varaval medeniyuna an Malik'in İmam Malik'in Medinelik şagirdleri enne rü'ya la talzamu bil haber inde gayri ehlil beledillezi vaqat fihi rü'ya. Şu juttum başka yerge dağılıp gitmedi. Biz onu kabul kılış mecburiyetimiz yok. Yani Suudi Arabistan'da aykırılsa çok anlasamayız dedi şu. İlla yekunel imam yahmilun nas ala dalik. Fakat lamamda imamul muslimin şu jutun hükümranı şu günü mecburlasa o çalmaylı. Lakin bu amda imamul muslimin yani Müslüman halife değil. Çünkü ra'yul imam fil mesail hilafiye yaqta al hilaf diyor. İşte ihtimalli olup kaldı. Mesela bir talakını 3 talak hesaplandık, bir talak hesaplandık dese imamul muslimin bizim bektivetse kanun kılıp hesap açıyor. Ve bihi qala İbn Majishun vel Mughira min ashab Malik. İbn Majishun bilen Mughira İmam Malik'in şagirdlerinden bu mu şunda qaraptı. Bu hammasi Maliki mezhebinin işideki gaplar. İmam Malik'in qarashini ve ecma'u yani İmam Malik'in şagirdleri hammasi birdek icma qildi dedi. Ennehu la yura'a zalika fil buldan'in na'iya kal Andalus vel Hijaz. Bulanda hesap bo'ldi bo'lmaydi deganlar unda bek ijro qilib ketsa u hesap emas deb ittifoq qildi. Hijaz bilan Andalus emas, Ispaniya. Meyavla Amerika bunda. Yaqin bo'lsa undan bo'ldi demoqchi. Va sababu fi hadal khilaf ta'arud al-athar ve nazar. Bu yerda talashning sababi nima? Hadis bilan ash dalilni tahlil qilish ikki narsa zid bo'lib qoldi. Amma nazar ham tafakkur desak, fa huwa anna al-bilad idha lam takhtalif matali'uha kull al-ikhtilaf فيجب أن يحمل بعضها على بعض لأنها في قياس الأفق الواحد. Hem jutlarınki ayın çıkıdığan orne. Bek onda o'xshamaydigan bo'lmasa asas yaqin bir bo'lib qolsa bu chaqda hammasini bir jut hisoblasak bo'ldi dedi. Chunki bu xuddi bir tarafdagi jutga o'xshash dedi. Ufuqul vahid dedi. Ya buni astronomlar shuni biladi. Bu matolar degan biz bakkumda tushunib ketmaymiz. Asli chiqadigan joy degan bo'ldi. Nima? Matolar degan chiqadigan joylar. Bu chiqadigan joylar masalan balki biz bu yerda turib, mana bu yerda ko'rsak, abashi jutlar bu yerda turib, bu yerdan ko'rish mumkin. Bu chiqadigan o'rni, ko'rinadigan o'rinlar o'xshamadi degan. Lekin bu hamda bu jut qanday jut? Masalan, vaqt e'tibori bilan janub bilan shimol bunda bo'lsa vaqtni masalan o'xshash bo'ladi bir siziqda. Ammo men to'g'ri qilib qolsa, sharq bilan g'arbda, alaqan ekvador siziqimi, bunda sizda bir siziq bo'lib qolsa, u chaqda yana o'xshash chiqamdi yo boshqa chiqamdi, bu bir masala. Jiroq yaqinlikning hozir to'g'risi jiroq yaqinlik va uzun jiroq yaqinlik. Buning albatta farqi bor. Masalan, hozir vaqtimiz bilan Londonning Greenwich vaqti balki Mag'ribning Moskva udilkildi. Çünkü bir siziqda. Qayraning Moskva bilan udilkildi masalan. Lekin orliq jiroq Moskva bilan Qayraning. Ve amma idha ikhtalafat ikhtilafan katiran falaysa yajib an yuhmala ba'daha ala ba'd. Bak orliq jiroq bo'lib ketib qolsa, bak o'xshamaydigan chiqib qolsa, bu chaqda birini biriga o'xshash deb qaramaslik kerak dedi. Endi asar cho desa فما رواه مسلم عن كريب أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية رضي الله عنه بالشام. أم الفضل بنت الحارث ديgan bu Abbas radıyallahu anhu'nun ayali. İbn Abbas'ın anası. Kureyb degan şunun azatgardisi. Burun qilibdi, azat qilyapti. Yani şular azatlik ne'matini berib, ashunga azat qilyapti. Yani azatlikka erishtirib etgan. Kureyb yani aşındaki kulu. Lekin bular öyle ilim öğrenip hizmet kılıp, alim bulup nima qilgan ekan, ular ihson qilib, sen azat deyotgan. Kim bu hamda azat olab, hur adam bulup, şunun ailesine xizmat qilib berib, shagird olab, ilim öğrenip bunda alim bulup ketgan. Şunu azatgarda deymiz. Yani şular azat qilayotgan Mavla degan. Mavlaninki odatda 8-qiraq ma'nosi bor. Şunun bir ma'nosi azatgarda. Şu vala huquqi şular isbotlangan. Şu falanning mavlasi bo'ldi. U boshqa bir odamga mavla deb olinmaydi. Faqala qadimtu Shama faqadaytu hajataha. Demak, Ummul Fadl meni evatibdi Shamga. Muaviyaga evatgan dedi. Men u xo'jayinning degan ishini o'rindivatdim dedi. Wastahalla alayya Ramazon va ana bisham. Men Shamdagi vaqtimda Ramazon kirib qoldim. Fara'aytul hilala laylatal juma. Laylatal juma degan qaysi kecha? Payshanba kecha. Ayati juma degan kecha. Ma Arab hijri kalendar bo'yicha bu kech kalendari deb ataladi. Kecha burunchidan. Masalan, namasham chesa shu kun patda ikkinchi kun chidi degan gap. Demak bu kecha hozir atitava. Laylatul Xamis desa, chorshanba kuni kech. Laylatul Juma desa, payshanba kuni kech hisob. Summa qadimtul Madina fi akhir ash-shahr. Anda oyning oxirida, hada 5-chi ro'z sabuniki 15 yo'l mangab shu oyning oxirida Madinaga yetib keldim. Fasalani Abdullah ibn Abbas.
so'rab ondan hilolni gapini chiqarib sen oyni qachon ko'rgansan, ya'ni Ramazonning oyini dastlab ko'rgan vaqtingda Sha'bonda turib deydi. Ko'rgancha qachon ko'rgansa faqultu ra'aytuhu laylatul juma. Ayat juma degan kuni tashanba kech ko'rgansan. Faqala anta ra'aytahu, sen ko'rdingmi? Ajablanib so'rabdi. Faqultu na'am, ma'lum emas, boshqa butun kishilar jamoat ko'rdi uni. Vasam Muaviya, ammalar ustida Muaviya, ya'ni shu yani amiri ya xalifasi, shulimi ro'zitda qala. Lakinna ra'aynahu laylatas sabt. Ibn Abbas bilan tashanba kech ko'ribsizlar, biz juma kuni kech ko'rdik. Fala nazalu nasumu hatta nukmila 30. Shunga 30 kun to'liqlab bo'g'icha ro'za tutaveramiz debdi. Salasin yawman aw nara, yoki ko'rimiz yoki 30 kun to'shqizimiz. Faqultu ala taktafi bi ru'yati Muaviya. Shunga men dedim dedi. Muaviyaning ko'rginiga hisob qilib ashundan bo'ldiqmamsa, ashu ko'rib turamiz, bizga hisob demamsa dedi. Faqalla yo'q. Hakada amaranın Nabi sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizne bunda buyurgan. Sumu li ru'yati ve aftiru li ru'yati diyen. Fazahir hadal asar yaqtadi anna li kulli baladin ru'yatuhu qaruba aw ba'uda. Demek mush asarninki sirtidilam shuna qarasak, her bir jutning ayrim ko'rishi o'z oldiga hisob bo'ldiganligi chiqadi deydi. Va nazaru yu'til farqa baynal biladin naiya vel qariba. Endi biz bunda tahlil qilsak, bu bak jiroq jutlab qolsa, buni o'xshamaslik kerak degan birini chiqadi. Va bi xasatin ma kana na'yuhu fi at-tuli vel ardi katiran. Tul vel ardi degan gap chiqdi. Nima astronom olimi Ibn Rushd. Tabib, filosof, faqih, ham astronom. Bu to'g'risida uzunlikda beklam jiroqlab qolsa, buning farq bo'lishi kerak dedi. Va idza balagal xabaru mablagat tawatur lam yahtaj fihi ila shahada. Ma qo'shimchilisam-da bak mutawatir darajaga yetib qolsa, hamma da Ramazon ko'rdik deb menda umlashib ketib qolsa, bu chaqda bir odam atadi guvohlik berishni qilmasin mayli. Magi bir de bek jiroq kelsa, aytib olmaymiz, yiqirab qolsa mayli dedim. Yiqirab qolsa, biz bunda o'ylasak, ya'ni shu astronom ilmi, hayot tajribamiz, bilimimizga asosida tafakkur qilsak, o'ylanib baqsak, yaqin jutlab qolsa, masalan, Otish bilan Qashqar edi. Masalan, Urumchi bilan Sanji demdo, G'ulji bilan Kunas deydi masalan. Bunda yalolab qolsa, u o'xshash bir bo'lish kerak dedi. Yani umumiy ko'rinishda miyadagadan ko'rsa, ikkisi ko'rinishi o'xshash ko'rdi dedi. Lekin miyadagadan bilan yadagadan-cho ko'rsa, bu ikkisi boshqa ko'rinib qolish aniq deydi. Undan keyin yaqin jutlarni bir hukmda deb qarab, bak jiroq bo'lsa, buni ayirib qarasak, shu muvaffaq deb o'zining tarjima Ibn Rushdning. Bunda qolsa, savodi bizga nisbatan jiroq bo'lib qoladi. Jiroq bo'ladi. Na'ning ayg'in bo'lib o'taydi. Fa hadihi hiyal masail allati tata'allaqu bi zamanil wujub. Demek şu qachon ro'za tutish vojib bo'ladi degan masalaga chetishlik masalalardir. Shu tugab bo'ldi masala. Mana masala tugadi. Hozir endi Saudiya Arabiston bizning yo'l masalan ma'lumni hozir qonunlar burun qonunda bir qismi deydi ekan, agar bir kishida mushtarak bo'lib qolsa, hisob qilsa bo'ldi. Bumi o'sha yaqin jutlarninkini biz hisoblaymiz degan qarashning bir dabit bekitib bo'lar. Ya'ni qanday yaqin bo'ldi? Bu yaqinlikning tutami yo'q. 50 kilometrmi yaqin? Ba'zi davlatninki o territoriyasi kengayib, ba'zi davlatning ichida 4 kun mashinalar mansimi chiqib bo'lmaydigan. Bu xuddi 5-6 davlatdek bo'ldigan. Bu davlat chegirdiga o'zimiz yozib olgan narsa bu. Lekin bu yerda yaqin jiroqni qanday o'lchaymiz? Esa bir kechining ichida mushtarak bo'lsa hisob qilamiz deydi. Masalan, hozir Misrda kech bo'ldimi? Mush kech bo'lgan chaqda cho'qim bizning yurtda ya Beijingda ya Yaponiyada masalan. Mush Misr bo'lgan kech bo'lgan vaqtlarning soatlarining birisida, masalan 12 soat kech bo'ldi desak, 12 soatning ichida cho'qim ashyoda bir kechiga ilnasa. Masalan, bomda azan chiqadigan chaqda namasham mayli deydi. Ayında bulab qolsa, bu bir hukmda hisoblanadi. Ammo miyada kech bo'lgan chaqda oyada faqat keçolab qolmaydigan, miyar kichik bo'lganda anda kechirgan bunda bo'lib qolsa bu jiroq deb ayrimiz deb qaraganlar. Bu yaqinlikni bildirgan bir alomatga qayinishdan iboratmi? Bo'lmasa unda belgilash tez. Bir jutning ko'rganini asli hisob qilinib degan masalada bizning kalla. Ya bizning jutda masal nima desa,
Yurtda ay qaraydiganlar bor. Lekin qarasam, ko'rdik deb, buni andan butun Uyg'ur musulmonlarga yetkazib qilolmaydi. Ummiyat ko'rapti, bunun oyatga xabarsiz buningdan. Ular ya ko'rmagan ya boshqaning xabarini uqmagan, bunda holat to'g'an gangirash bo'ldi. Anda kalendar bo'yicha deb ayni 31 qilib, butun ijmo xilaf holatda bunda xatoni tangdig'ash bo'lgan ekan. Buni ko'pincha bak g'ulg'ulash gangirash bo'lib qolsa, Saudiya Arabistonniki agishibdan qilaversa, bu bo'ldi. Chunki Saudiya Arabistonga agishdi, nima uchun desam, Ramazonda hammasi ixtilotlashib talash tartishqaychimi. Arpani bekitishda Saudiya Arabistonning ko'yga hisob. Boshqalar esa yo'q, bugun arpa davasi biz ayni ko'midik deb ching tura olamda, turolmaydi. Demak, qonunga bo'ysunishga ma'qul kelgan ekan. Ramazonning oydimi? Bu bir qiyosim. Ramazonning oydimi? Bunda talash tartishib, anda ay kurash posti, qava qilish posti bo'lmaganda datimiz ham. Lekin Misr Saudiya Arabistonga ayish kerak, Dubayga ayish kerak demadi. Ayna bizning vujud kerak anda. Gangirab qolgan vujudlar bu chaqda Saudiya Arabistonga ayish bilan muqlas bo'ldi. Chunki Saudiya Arabistonning ay ko'rishining ko'pincha haqlar xavada bo'lar ekan-ku. Ayramda qachonki turaydi ekan, yo boshqadan so'raydi ekan, bo'lsa, tonishlijiq, tilishlik ekan, u sizlar uqalaydi ekan, bosh vujudniki uqamaydi. Yajigimda Saudiya Arabiston ayish degandimi, unda bizning aytanda hamma narsa ayishlanmaydi. Ya shu ham hozir chora, ammo Saudiya Arabistonga agashmasa, hammalar ayish uchun nega agashsanmaylar agashadi. Unda chora yo'q. Kalendarga hammalar agashmaydi yani. Qanday agashmaydi? Bu kalendar ba'zida shunda xato bekitib, majbur hayit, masalan, 2 kundan keyin, 3 kundan keyin hayit deb kechiktirib majbur tangdi bu. Tangsamdan taqodirlik qildiganlar, yo'q bu xato azar. Bu hayit kuni bo'lib bo'ldi, masalan, buga hayit bo'lar, taqa 2 kundan keyin hayit tatib biz ro'zsak gunoh qilamiz deb bulandan irg'ichi yurdi, hayit qilaverdi. Ichki jihatdancha. Demak, yana la va hammadan amal qilishimiz yo'q, o'zi chiqmaydi. Uyda maxfiy namoz o'qiydiganlar chiqib qoladi. Amaliyot jamiyatdan anglaymiz-ku endi. Masalan, aytna qilib bu paytda ahvolda masalan 29 kun ertalik nima qilamiz debchi. Bir kunni yuşun to'liqlasi bularni 30 kun o'taydi debchi. Ya biz to'liqlasak o darajatdan azimiz shunday muvaffaq hozir. Shu faqduru lahu fatimu haddat shaban 30 ni to'liqlash. Lekin bu yerda to'liqlashdan sird masalan ba'zida 31 kunga dast qo'yishlar-chi. Ma'noda unda bo'lmaydi. Hozir ya to'liqlaymiz yoki islom davlatlaridan biriga agishmiz. Ikki yilning biri bor. Saudiyadan biz burun ko'sak bo'ladimi? Şu çıkartan xıtlap şu. Ba'zilar yaqin Saudiya ekspert, ba'zilar yaqin ya kurashning baldo keyin unda deb qilinmaydi. Chunki ayning ko'rinishi kunning nimasi bilan munosabatli bo'lgandan keyin ba'zi shu sharq dunyosidagi vaqtida sharq dunyosidagi ba'zi davlatlar ay chiqqan vaqtda nima bo'lib qolsa kunning nuri kuchli qilib qolsa vaqtida ko'rinmaydi. Hartiraten ko'rindiki. Nur kuchli bo'lsa atrofa vaqtida 2 soat burunda ayning tug'ilish vaqti masalan davomli har davlatning nimasiga o'xshash tug'ilmaydi. Masalan kunda soat 2-3 da ay tug'ilib qolsa, shu vaqtning o'zida kechki 6-7 soatdan keyin ba'zi o'rinda ko'rinmaydi ekan. Ko'rilish vaqti 10 soatdan keyin unda kunduzda ishlaydi. Shu ay tug'ilib, nimada 10 soatdan keyin kun patqa o'rinda ko'rinadi ekan. Undan burun kun patqanida ko'rinmaydi. Bir qatam shu jiddiy majra vaqtida Indoneziyada shu nima ko'rinmay qolib, masalan, eng sharq deb e'tibor qilgan turibdi. Ma nimalda ko'rinadi ekan. Vaqtida Indoneziyada burun kun ketib ketgandiki, ayada masalan Shamdan bir yarim soat eshib ketsam ko'rinmaydi endi. Ko'rinmaydi. Onundan birer saat mayanda kun kerak patlagan davlatlarda andan ko'rindi ekan. 2 saat. Ama kunlan mesela davlatni qarashda kunlan ayning yaqinligi o'xshamaydi. Ay yaqin bo'lsa, emas. Jiroq bo'lsa, unda kunning nuri ojizlab bo'shgan chaqda unda mayoriqsa ko'ringan. Shunga oyada qaragan bilan miyada o'tirib qaragan sizli qarashda ikkisi o'rnimiz o'xshashmaydi. Shuni amrada ko'ringan ay 17 soatdan keyin andan ziminda ko'zidan ko'rildi deb aytadi. Shu bizning vujudda hozir yo'lning birisi. Ay qaragan bo'lsa, ay ko'rgan bo'lsa shu bo'yicha amal qilsa bo'ldi. Ayni ko'mida xabar qilishimda, o'sha 30 kun to'liqlaymiz.
Aynen. Toluq ketdi deb keskin bulduğum anda. Onu kim başlayman? Eğer o unda mümkün bu maç çataqsa, andan Saudi Arabistan'dan qutlam şu boyunca amal qiliversa, hammadan o'zining bilgancha o'ynagan. Ötünde bir cünsüm yerde bir şey var. Üçüncü günü sonra etkilen cünsü. Allah'ın Ramazan'ını bizde iki gün tuttu. Ha, 2-3 kun farq oldu zaten. Bu çataq anda. Vallohu alam.